Agar siz yoki oilangizda pensioner, nogironlik pensiyasi oluvchi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi yoki ijtimoiy nafaqa olayotgan inson bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki oxirgi paytlarda ko'pchilik bir xil muammo bilan duch kelmoqda. Pensiya yoki nafaqa odatdagidek kartaga tushmayapti. Pochta orqali kelmayapti. Pensiya jamg'armasiga borsa esa aniq javob olish qiyin. Tekshiruv bo'lyapti. Hujjatlaringizni yangilang. Tizimda muammo bor. Keyinroq keling degan gaplar ko'p aytiladi, lekin asl sabab hamma vaqt ham ochiq tushuntirilmaydi. Men bugun sizga pensiya jamg'armasi to'lovlarini to'xtatishi yoki vaqtincha ushlab turishi mumkin bo'lgan 6 ta asosiy sababni tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki bir kun kelib ota-onamiz, qarindoshimiz yoki o'zimiz ham shunday vaziyatga tushib qolishimiz mumkin. Videoni hoziroq kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Oldin pensiya tizimida ko'p narsa qog'oz hujjatlar, mahalla, pochta, tuman pensiya jamg'armasi bo'limi va tashkilotlardan kelgan ma'lumotlarga asoslanardi. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin hujjatlari yig'ilar. Ish staji mehnat daftarchasi orqali tasdiqlanar, pensiya tayinlanar va har oy pochta yoki bank kartasiga to'lab borilardi. Agar biror o'zgarish bo'lsa ham. Ko'pincha odamning o'zi borib ariza yozmaguncha yoki tekshiruv bo'lmaguncha to'lov davom etaverardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Fuqarolik holati dalolatnomalari, bank ma'lumotlari, soliq, bandlik, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, notarial ma'lumotlar, propiska va yashash manzili bo'yicha bazalar bir-biri bilan solishtirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ortiqcha to'lov, soxta hujjat, vafot etgan odam nomiga pul yechilishi bir odamning ikki joydan noqonuniy nafaqa olish kabi holatlarni kamaytiradi. Lekin yomon tomoni shundaki, tizimda xato bo'lsa, ma'lumot eski bo'lsa, hujjatda bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa ham odamning puli vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Ko'pchilik men hech narsa qilmaganman, nega pensiyam kelmayapti deb hayron bo'ladi. Men ko'p uchratadigan holat shuki, odam o'zini aybdor deb bilmaydi. Lekin tizimda uning ma'lumoti tekshiruvga tushgan bo'ladi. Masalan, yashash manzili o'zgargan, bank kartasi muddati tugagan, nogironlik muddati uzaytirilmagan. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagan, chet elga uzoq muddatga ketgani qayd etilgan yoki vafot etgan qarindosh nomidagi pensiya hali rasmiy yopilmagan. Shuning uchun bugun har bir sababni alohida tushuntiraman. Birinchi va eng ko'p uchraydigan sabab bu shaxsiy ma'lumotlardagi nomuvofiqlik. Ya'ni pasport, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi, bank kartasi va pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Oddiy odam uchun bu mayda narsa bo'lib tuyuladi, lekin tizim uchun bitta harf ham muhim. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan, bank kartasi esa yangi familiyada ochilgan. Natijada bank to'lovni qabul qilmaydi yoki pensiya jamg'armasi to'lovni tekshiruvga qo'yadi. Yana bir misol, mehnat daftarchasida ism Gulnora deb yozilgan, pasportda Gulnoza deb turibdi. Odam o'tgan yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin stajni tasdiqlashda savol tug'iladi. Bunday holatda pensiya butunlay bekor qilinmaydi. Lekin to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Yana ko'p uchraydigan holat, cheshashir. Ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami noto'g'ri kiritilgan. Odam buni bilmaydi, chunki u har oy kartasiga pul tushishini kutadi. Ammo tizim yangilanganda yoki bank rekvizitlari qayta tekshirilganda xato chiqib qoladi. Shunda pensionerga ma'lumotlaringizni aniqlashtiring deyshadi. Agar odam buni vaqtida qilmasa, bir oy, 2 oy, hatto undan ko'proq muddat to'lov kechikishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Familiyasi o'zgarganlar, eski pasportdan ID kartaga o'tganlar, mehnat daftarchasida imlo xatolari borlar, bank kartasini yaqinda almashtirganlar, yashash joyi boshqa tumanga ko'chganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Hujjatlari to'liq bir xil. Bank kartasi faol, pensiya jamg'armasida oxirgi ma'lumotlar yangilangan odamlar. Lekin baribir yilga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Ikkinchi sabab og'ir, lekin juda muhim. Agar pensiya oluvchi vafot etgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatadi. Bu tabiiy va qonuniy holat. Lekin muammo shundaki, ba'zan tizimda chalkashlik bo'lishi mumkin.
Masalan, bir xil ism familiyali odamlar bo'ladi. Tug'ilgan sanasi yaqin bo'ladi yoki FHDYV organlaridan kelgan ma'lumot noto'g'ri bog'lanadi. Natijada tirik odamning to'lovi ham tekshiruvga tushib qolishi mumkin. Men bunday vaziyatlarda birinchi navbatda vahimaga tushmaslikni aytaman. Agar pensioner tirik bo'lsa, uning o'zi shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan pensiya jamg'armasiga borishi kerak. Agar yura olmasa, yaqinlari ariza qilib mas'ul xodimning uyiga kelib holatni aniqlashini so'rashi mumkin. Ayrim hollarda bank orqali biometrik tasdiqlash, pasport ma'lumoti va yashash manzili bo'yicha solishtirish talab qilinadi. Boshqa tomondan, vafot etgan odam nomiga pensiya kelishda davom etsa, qarindoshlar baribir kartaga tushyapti, ishlatib qo'ya qolaylik deb o'ylamasligi kerak. Bu juda xavfli. Chunki ortiqcha to'langan pul keyinchalik qaytariladi. Masalan, pensioner mart oyida vafot etgan, lekin oila a'zolari aprel, may, iyun oylarida kartadan 3 million so'mdan jami 9 million so'm yechib olgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ushbu pulni qaytarish talabi qo'yiladi. Agar ataylab yashirish holati bo'lsa, bu huquqiy muammo ham keltirib chiqarishi mumkin. Bu sababda asosiy qoida shuki, inson vafot etgan bo'lsa, hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtiring. Agar tirik odamning to'lovi adashib to'xtagan bo'lsa, shaxsni tasdiqlashni talab qiling. Sukut saqlab kutish foyda bermaydi. Chunki tizim o'z xatoni tezda tuzatmasligi mumkin. Uchinchi sabab nogironlik pensiyasi va nogironlik nafaqasi oluvchilar uchun juda dolzarb. Ko'pchilik nogironlik doimiy deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda nogironlik muddati turlicha bo'ladi. Ba'zi fuqarolarga muddatsiz nogironlik belgilanadi. Ba'zilariga esa 1 yil, 2 yil yoki ma'lum davrga beriladi. Agar qayta tibbiy ko'rik muddati tugasa va yangi xulosa tizimga kiritilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasini har oy 1 million 200 ming so'm miqdorida oladi. Uning tibbiy xulosasi 1 yilgacha amal qiladi. U may oyda qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi, lekin kasal bo'lib. Hujjat topshirmadi yoki navbatga yozilmadi. Iyun oyida pensiya kelmasligi mumkin. Odam nega to'xtadi deb borganda, unga nogironlik muddati tugagan deyishadi. Bu yerda pensiya jamg'armasi tibbiy xulosa bo'lmasa, to'lovni davom ettira olmaydi. Yana bir nozik jihat bor. Ba'zan odam qayta ko'rikdan o'tgan bo'ladi, lekin tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi elektron tizimga kech tushadi. Fuqaro men ko'rikdan o'tdim-ku deydi. Pensiya jamg'armasi esa bizga ma'lumot kelmagan deydi. Bunday vaziyatda xulosani nusxasini olib, pensiya jamg'armasiga ariza bilan topshirish kerak. Hamma narsa og'zaki gap bilan hal bo'lmaydi. Kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak? Nogironlik muddati bilan belgilangan shaxslar, bolalikdan nogironligi bor bolalarning ota-onalari, nogironlik guruhi o'zgargan fuqarolar, davolanish sababli boshqa viloyatda yurganlar. Men bunday odamlarga kalendarga qayta ko'rik sanasidan kamida 2 oy oldin eslatma qo'yishni maslahat beraman. Chunki hujjat yig'ish, shifokor ko'rigi, tahlillar, komissiya navbati vaqt oladi. 4-chi sabab boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq. Bu to'lov hamma vaqt ham umrbod berilmaydi. Ko'pincha bolalarga ma'lum yoshgacha kunduzgi ta'limda o'qiyotganlarga esa belgilangan shartlar asosida beriladi. Agar bola ma'lum yoshga yetgan bo'lsa, o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa yoki o'qish ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi mumkin. Misol keltiraman. Ota vafot etgan, 2 farzandga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. Katta farzand 15 yoshga to'ldi va universitetga kunduzgi ta'limga kirdi. U pensiya davom etadi deb o'ylaydi. Lekin pensiya jamg'armasi undan o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qiladi. Agar u sentabrda ma'lumotnoma topshirmasa, oktabr yoki noyabrda to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin u hujjat olib borsa, qonuniy asos bo'lsa, to'lov tiklanadi, lekin vaqt va asab ketadi. Yana bir holat, talaba kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tgan. U men baribir o'qiyapman-ku deydi. Lekin ayrim pensiya turlarida kunduzgi ta'lim sharti muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish olish kerak. Chunki og'zaki aytilgan gapga ishonib yurish keyinchalik qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Oilaviy holat ham muhim bo'lishi mumkin. Ayrim nafaqa turlarida turmush qurish, vasiylik o'zgarishi, farzandning boshqa shaxs qaramog'iga o'tishi, ota-onalik huquqi bilan bog'liq qarorlar ta'sir qiladi. Masalan, bola uchun nafaqa onaning nomiga rasmiylashtirgan. Lekin bola amalda buvisining qaramog'ida yashayapti. Hujjatlar moslashtirilmasa, to'lov tekshiruvga tushadi.
Beshinchi sabab ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin amalda ko'p uchraydigan holat. Pensioner chet elga ketgan. Boshqa viloyatga ko'chgan, ro'yxatdan o'tgan manzili o'zgargan yoki pensiya jamg'armasi bilan aloqa uzilgan. Davlat organlari odam haqiqatan ham pensiya olish huquqiga ega ekanini, tirikligini, qayerda yashayotganini, to'lovni kim olayotganini aniqlash kerak bo'ladi. Masalan, pensioner Rossiyaga farzandlarining oldiga 6 oyga ketdi. Kartasiga pensiya tushib turibdi. Farzandi O'zbekistonda kartadan pul yechib turibdi. Ayrim holatlarda bu muammo bo'lmasligi mumkin, lekin uzoq muddatli chet elda bo'lish, doimiy yashashga ketish, konsullik ro'yxati, xalqaro kelishuvlar va pensiya turiga qarab savollar tug'iladi. Tizim migratsiya ma'lumotlarini ko'rsa, to'lovni tekshiruvga qo'yishi mumkin. Boshqa misol, pensioner Toshkentdan Farg'onaga ko'chdi, lekin pensiya ishi eski tumanda qolgan. Bank kartasi ishlayapti, lekin biror tekshiruvda fuqaro manzili bo'yicha topilmadi degan ma'lumot chiqdi. Shunda to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Odam men hech qayerga qochmadim-ku deydi, lekin hujjatda boshqa manzil. Amalda boshqa manzil bo'lsa, muammo chiqadi. Ayniqsa pochta orqali pensiya oladiganlar ehtiyot bo'lish kerak. Agar pochtachi bir necha oy davomida odamni manzilda topmasa, to'lov qaytishi yoki ushlab turilishi mumkin. Bank kartasi orqali oladiganlarda esa karta muddati tugashi, karta bloklanishi, bank hisob raqami yopilishi kabi texnik sabablar ham qo'shiladi. 6-chi sabab eng nozik va ko'pchilikka yoqmaydigan sabab. Pensiya jamg'armasi ortiqcha to'lov, noto'g'ri tayinlangan pensiya, soxta staj, noto'g'ri ma'lumot yoki bir nechta to'lovni bir vaqtda noqonuniy olish ehtimolini tekshirishi mumkin. Bu har doim ham fuqaro aybdor degani emas. Ba'zan xato tashkilotda bo'lgan, ba'zan eski arxiv ma'lumoti noto'g'ri kiritilgan, ba'zan esa haqiqatan ham qonunga zid holat aniqlangan bo'ladi. Masalan, odam pensiyaga chiqqanda 30 yil staj ko'rsatilgan. Keyin elektron arxiv tekshirilganda 5 yil staj tasdiqlanmay qoldi. Bu darhol siz firibgarsiz degani emas. Balki o'sha tashkilot yopilgan, arxiv yo'qolgan, buyruq raqami noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya jamg'armasi bu masalani aniqlamaguncha pensiya miqdorini qayta hisoblash yoki to'lovni ushlab turish masalasini ko'rishi mumkin. Yana bir misol, fuqaro ishlamayapman deb ayrim ijtimoiy nafaqa olgan. Lekin soliq bazasida uning nomiga daromad tushgan. Bu daromad haqiqiymi? Eski korxona xato ma'lumot berganmi? Kimdir uning nomidan ishlatgan, buni aniqlash kerak. Agar odam indamay yursa, tizim uni daromad oluvchi deb hisoblab nafaqani to'xtatishi mumkin. Ortiqcha to'lov masalasida eng muhim narsa, sizga qarzdorlik chiqarilsa, darhol imzo qo'yib yubormang. Avval hisob kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun, qaysi asos bilan, qancha summa ortiqcha to'langanini yozma shaklida talab qiling. Masalan, 2023 yil yanvardan 2023 yil iyungacha har oy 800 ming so'mdan jami 4 million 800 ming so'm ortiqcha to'langan deyilishi kerak. Agar siz rozi bo'lmasangiz, e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, to'lov kechikishi bilan to'lov to'xtatilishi bir xil narsa emas. Kechikish bankdagi texnik sabab, budjetdan moliyalashtirish grafigi. Bayram kunlari karta muammosi sabab bo'lishi mumkin. To'xtatilish esa huquqiy yoki hujjat bilan bog'liq sababga ega bo'ladi. Shuning uchun birinchi savolni aniq bering. Mening to'lovim kechikyaptimi yoki rasman to'xtatilganmi? Ikkinchi nozik shart, og'zaki javob yetarli emas. Sizga keyingi oy tushadi, tizimda muammo, boshqa xodimga boring deyishlari mumkin. Lekin sizda yozma ariza bo'lmasa, muddatni isbotlash qiyin bo'ladi. Har doim ariza yozing va kirim raqamini oling. Agar elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxatga olingan raqamni saqlang. Uchinchi nozik jihat, bank kartasi boshqa odamda bo'lsa xavf oshadi. Pensionerning kartasi o'g'li, qizi yoki qo'shnida turishi mumkin. Bu hayotda ko'p bo'ladi. Lekin pulni kim yechayotganini bank operatsiyalari ko'rsatadi. Agar pensioner vafot etgandan keyin ham karta ishlatilsa, keyin bilmagandik deyish qiyin bo'ladi. 4-chi nozik jihat, ishonchnoma muddati. Agar pensioner yura olmasa va boshqa odam ishonchnoma orqali pensiyasini olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugaganini tekshirib turing. Notarial ishonchnoma tugagan, lekin qarindosh pul olishni davom ettirmoqchi bo'lsa, bank yoki pochta to'lovni bermasligi mumkin. 5-chi nozik jihat, boshqa davlatdan pensiya olish. Ba'zi fuqarolar bir vaqtlar boshqa davlatda ishlagan, keyin O'zbekistonda pensiya oladi. Xalqaro kelishuvlar
Staj taqsimoti ikki tomonlama pensiya masalalari murakkab. Bir davlatdan pensiya tayinlangan bo'lsa, ikkinchi joyda hisob-kitob o'zgarishi mumkin. Buni yashirish keyin katta qayta hisob-kitob olib keladi. 6-chi nozik jihat. Qayta hisoblash har doim kamayish degani emas. Ba'zan odam qo'rqib pensiya jamg'armasiga bormaydi. Aslida hujjatini to'ldirsa, pensiyasi o'shi ham mumkin. Masalan, arxivdan qo'shimcha staj topildi. Ish haqi bo'yicha ma'lumot to'g'rilandi, nogironlik guruhi o'zgardi. Shuning uchun muammodan qochish emas, hujjatni tartibga keltirish kerak. Agar pensiyangiz yoki nafaqangiz kelmay qolsa, birinchi qadam bank yoki pochtadan boshlanadi. Bank kartasi faolmi, muddati tugamaganmi, hisob raqam yopilmaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, bank ilovasida kirim bormi? Shuni tekshiring. Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin SMS kelmaydi. Ba'zan karta bloklangan bo'ladi, lekin hisobda pul turadi. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasining bosib bo'limiga shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan boring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, ishonchli vakil yuboring yoki uyda xizmat ko'rsatish imkoniyatini so'rang. Borganda umumiy gap bilan qaytmang. Aniq savollar bering. To'lov qaysi sanadan to'xtatilgan? Qaysi asos bilan? Qanday hujjat yetishmayapti? Qayta tiklash uchun nima qilishim kerak? To'lanmagan oylar keyin beriladimi? 3-qadam, yozma ariza topshiring. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lovi falon oydan buyon amalga oshirilmayapti. To'lov to'xtatilgan yoki kechiktirilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni. To'lovni tiklash uchun zarur hujjatlar ro'yxatini taqdim etishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bitta nusxasini topshiring, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. 4-qadam. Hujjatlarni tartiblang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik xulosasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Vafot etgan boquvchi bo'yicha hujjatlar, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, ishonchnoma, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatdan nusxa tayyorlab qo'ying. Aslini esa o'zingizda saqlang. 5-qadam. Agar sizga qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov deyishsa, hisob-kitobni yozma so'rang. Qancha qarzim bor degan og'zaki gap yetmaydi. Qarzdorlik qaysi qaror asosida, qaysi davr uchun, qaysi formula bilan chiqqanini biling. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 6-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Nogironlik qayta ko'rigi, o'qish ma'lumotnomasi, karta muddati, ishonchnoma muddati, pasport almashish sanasi, yashash joyi o'zgarishi kabi narsalarni oldindan rejalashtiring. Men har bir oilaga oddiy daftar ochishni maslahat beraman. Pensionerning hujjatlari, sanalari, telefon raqamlari, qaysi tashkilotga qachon murojaat qilingani yozib borilsin. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda katta yordam beradi. 7-qadam. Agar xodimlar aniq javob bermasa, murojaatni yuqoriga ko'taring. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, keyin respublika darajasidagi murojaat kanallari orqali yozing. Murojaatda isyot emas, fakt bo'lsin. Sana, summa, hujjat, xodim aytgan gap, siz so'ragan talab. Shunda masala tezroq ko'riladi. Demak, pensiya jamg'armasi to'lovlarni to'xtatishi yoki vaqtincha ushlab turishining eng asosiy 6 sababi quyidagilar: hujjatlardagi nomuvofiqlik, vafot bo'yicha ma'lumot yoki shaxsni tasdiqlash muammosi, nogironlik muddati va tibbiy xulosa kechikishi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida yosh yoki o'qish sharti, chet elga chiqish va yashash joyi o'zgarishi hamda ortiqcha to'lov yoki qonuniylik bo'yicha tekshiruv. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Pensiya kelmay qolsa, kutib o'tirmang. Bankni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Sababni yozma oling, hujjatlarni tartiblang va har bir qadamni qayd eting. Ko'p hollarda muammo hal bo'ladi, lekin vaqtida harakat qilmagan odam bir necha oy pulsiz qolib ketishi mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya to'xtab qolgan, kechikkan yoki tushunarsiz sabab bilan kamaygan bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yozing. Qaysi to'lov turi, necha oydan beri muammo bor, sizga nima deb javob berishdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onasi, buvisi, bobosi yoki nafaqa oladigan yaqinlari bor odamlarga yuboring.
bitta vaqtida yuborilgan video kimningdir pensiyasini saqlab qolishi mumkin.